Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Qadirlik dünyanın har qaysi joylaridagi qadirlik ko'rilmalarimiz, qarindoshlarimiz istiqlol ekranidan yana bir qatam uchuq suhbat programmamizda sizlar bilan yuz ko'rishganligimizdan nihoyatda xushalmiz. Allohning salomi har qaysingizga bo'lsin. Qarindoshlar Abdulla Yaqub, shundoqla bugungi aziz mehmonim Namatjon Mamatdin. Qadirli ko'rmalarimiz hammalarning bo'lgandek bugungi e'lonimizda bütün dünyani o'zining vahimasi bilan qo'rqitayotgan, tiz cho'ktirayotgan dunyoning har qaysi joylarida xuddi bütün dunyoni ishg'ol qildi bugun. Endi hozir biroz burun internetga qarasam bütün dunyoda 1 milyondan ortiq inson bu kasal bilan yuqumlangan, ölgen kişi 50 mingdan aşkan şundaq bir vaziyatda, ig'ir bir vaziyatda turibmiz. Bu şundaq bir vaziyatda albatta nurg'ulg'an dunyoning har qaysi qarindoshlarimizningki bütün xizmatlar bo'lsin, o'qishlar bo'lsin, hamma narsaga ig'ir darajada ta'sir ko'rsatdi. Shundaqla jumladan istiqloldagi har kuni berilayotgan shunday ko'p programmalarning oqsishiga sabab bo'ldi. Albatta biz qo'limizdan kelgancha har kunlik xabarlarni va boshqa programlarni qilib kelyapmiz. Bugun ham internet orqali ekranda yuz ko'rishaylik deb o'tiribmiz. Oldinlarda qadrli ko'rmalarimiz mehmonim Anqaradan hammalar tanishib bo'lgan hurmatli ustoz doktor Namatjon Mamatni taklif qildik. Anqara Yildirim Bayazit Universiteti Meditsina fakülteti, Ommaviy sog'lomlik fakülteti o'qituvchisi. Oldi bilan ko'pdan ko'p rahmat etamiz, qimmatli vaqtingizni chiqarib qadam tashkil qilganingiz uchun. Rahmat sizga. Sizga rahmat. Allah razı olsun. Assalomu alaykum. Barliq qarindoshlar. Alloh hammamizni salomat qilsin. Bugungi garchi uzoqdan turib bo'lsin, hammalarni ko'z ko'rishishga vesile bo'lgan barliq rahmat aytaman. Allah razı olsun, Allah razı olsun. Doktor, hem de şunun bilen başlasak deb o'ylayman programımızda. Şu hem de albatta bu virus başlangandan tortib toki bugun kungacha har xil so'zlar bo'lyapti bu virus haqida. Bu kelib chiqish haqida har xil o'xshamagan fikrlar mavjud. Qasdan bo'lgan ishmi yoki bir o'yinmi dunyoni yoki bu normalmi, shunday bir vabomi degandek har xil tushunchalar bor chiqqandimi ya. Oldindan biz shu virusning kelib chiqishi haqida o'xshamagan fikrlarga qanday qaraymiz? Shu haqida bir fikringizni bersak. Buldum. Oldindan bu savol ustida to'xtalishdan burun shu virusning ismini bir tushuncha bersin. Çünkü bazen qarindoshlarimiz har xil ismni bu virusdan deb topiladi. Xo'sh. Hozircha bu virusga 4 xil ism. Wuhan virus, koronavirus deymiz. Covid-19. Undan keyin Xitoy virusi deydi. Buni bular millatda shu bir xil ko'z tutadi. Bu narsa dastlab chiqarda Wuhan chiqqan, buni barliq qaratib Wuhan deb qisqa vaqtdan keyin buni koronavirus. Lekin chiqqan joyninki Dünya Sağlık Teşkilatı bu yangi virus Covid-19 ism berdi. Covid-19 ism oldingi korona-2 qisqartirilsa Xo'sh. virus 2019 yılı e'lon qilingan 2019'da Covid beribdi. Yaqin vaqtda Amerikadagi prezidenti Trump bu virus deb. Shundan bo'lib esa o'shamiz virusni ko'z. Endi bayaqi savol qaytib kelsak, haqiqatan bu to'g'risida talash tartish. Birinchi xil qarash bu virus o'sha yovvoyi kelib chiqishi mumkin. Yovvoyi nuqtai deb o'tirish. Wuhandagi shu dengiz bo'lgan bazadagi har xil dengizdan chiqqan yoki o'sha
yaşayan her hal Cenab-ı Sadık'a çıkan bu talebimizi yetecek dedi. Aslas kısım şeperin mümkün idi. Bize çıkışta olmuş videodan kalman bir şeperin işte hem bilim. Yani çünkü Tayland teyakkigan tutması var. Wuhan virüs yapmış mesela buna Wuhan'daki daha yurtta daha merkezdeki erkek bunu da aşmak yok. Bu virüsün aslında belki bu yalan yani şu şey ki bana taşmış mümkün tabii ki bunların yani kararlaşmak için nokta ne zaman keyingi vaqtda yana bir nokta işte bu çok insanlar tarafından insanlar berdi. Yani bazı Xitoy tilida, ba'zi Amerika'ya talablar için Xitoyni yaptı çünkü bu bir tunji Wuhan çıktı. Wuhan'da bu bir laboratuvar tecrübe bu tecrübe buluşuyor ki yan araştırma bak. Keyingi vaqtda bu Amerika'daki yasal çıkan bir buluşuyor. Amerika işte biyolojik pratik işte Xitoyning qanday o'zgarishlardan biri yerlar. Endi har xil ko'rish bor. Endi buniki netijasi qaraydigan bo'lsa, qaysini to'g'ri, qaysini xato bizga bilmaydi. Chunki kelgusi ko'p chiqadi. Lekin qisqacha bir nuqta ba'zi. Xo'sh. Bu virus chiqqandan keyin dunyodagi asos iqtisodiy ijtimoiy ta'sir qiladigan tushdi. Ama iqtisodiy darbe gördü dünya boyunca. Asasen dünya yeni çekindi. 125 kadar çekinen devlet var. Ama fakat bu şu ciddi vakti fakat Xitoy'nikiler iqtisodiy yükseldi. Nol aralashmasam, to'qqizta ilak bo'lgan falan. Bu shunda Xitoydan chiqqan bir virus, uni Xitoy ishlab chiqargan va ishlab chiqargan mahsulotni sirtqa sotgan bir davlat. Bunda qanday Xitoyniki iqtisodiy ko'paydi, Xitoyning chekilmagan atishim bor. Bunlar hozircha endi buniki yani kelib chiqqan, qanday kelib chiqqan bir narsa demak biroz balbullik deb o'ylayman. Xo'sh, unda olsa shu endi Xitoy bu virus bilan yuqumlangan bo'lsin yoki o'lganlar soni bo'lsin, shu Dunyo sog'liqlik tashkiloti bergan ma'lumotlar sizga to'g'rimi yoki amaliyotda endi Xitoyning yushirayotganligi haqida nurg'unlagan gap bor. Xitoy virus chiqqan markazdagi son hozir Amerikada nechasi qatlab ketdi, Italiyada qatlayotdi. Berilayotgan shu son ya dunyodagi insonlarning texnik cho'chib ketmasin deb oz ko'rsatyotganda har qaysi davlatlar berayotgan sonlar yoki haqiqatan to'g'ri berayotganda bu sonlar sizga? Şimdi bu doğrusuna her gün neyde haber çıkıyor. Resmi çoğun yoklukta gizleriyle makal var. Xitoyninki erkek kız hemen kalır doğrusu. Yani bizim şermeyimiz, ben Xitoy'da çoğun Xitoy'nın sistemisi köken, Xitoy'dan koyu münasebet kıyık en var. Çünkü Xitoy'nın sistemisi olan için biz Xitoy'nın kançılık yalancılıktan biliriz. Yani bunu da biz işlenmeyimiz. Ama bizim işiniz en meskimiz artık dünya konuşmak pek mühim emas. Çünkü bizde hatta sektör almaydı. Biz yapılan çabuk gruplardan da bizde inisiyatif dedi. Silah Xitoylar onlara sınırdalar naçar boyunluk için silah işinler inisiyatif tayını sözleyizlendi. Biz gücümüzden işte anlatsak mı haklı olmamalı. Yani muhabbata bulandaki köpünç öyle çüçtü. Çüç asası nimer gençlerden şu kişilikler ortaya çıkanı ki bu Xitoylarniki belginin sandısı bulardan başka devlet halklarındaki unikinde kıtlatış başladı. Mesela buluşu mümkün dedi. Keyin başka devlet halklarındaki tağlı sütte aparatörü belki keser bundan adli bir keselemezken tağlı süt imtihan tizken bunun Xitoyda nüfus imtihan köp. Moyunda köp kurban bir devlet kandarsı yapılar az. Bunda Avrupa'ya tağlı vatkan devletlerde bulan İspanya, İtalya en çok ters tutulan devletler. Nüfus bunçilik çıkmaz. Xitoyda seyircilerin yok yaptığın ülkenin nüfusu. Ama tartışık imtihan yok etti. Amerikan şundan. Yani bunun da resmi şu eskideki ehlilerini otura çıktılar.
Xitaylar haqiqiy statistikani ba'ni o'tadi. Masalan, 31 sanav 3-yil 31 Angliyaniki Daily Mail bir fond gazeta var. Bu gazetada mı başından haber çıktı. Fakat Wuhan şehirler ölgenlerinin en azından 40 milyon aştı eminlikte. Çünkü bunların İngilizce malumatı Wuhan şehirde resmi tutulan merkezlerden her gün az yiyecek 3500 etrafında Edebi köyünün en az yeni 500 adamın köyünün dedi. Eğer bu kişisel çıkan hükümetlere bazı hesap usulünün doğru adam vardır. Wuhan şehri olur. Koşun başka raylı kaçacak ona tepsi bilmektedir. Yani Muş'un tehlikesi bu hakikaten bazı belgesel üyelerinin sadece 3 milyon etrafında 3 milyon olan Türk Xitay noktasında hesaplısınız mı? Wuhan'dan çıkanlar sanadır 2 milyon 300. Bunların hayatında 40 milyon açıklar. Bunun seriştesinin 5 çok kadar. Yoğunluk sanım çözmesi. Yoğunluk sanım 80 milyon etrafında. Devlet sıfırın kapalı onun tek bulacak buluş mümkün. Bunun için tarafından tehdit yapmakta bu sanım kontrol dışı birinci Xitay'ın işte halkına korkutması için. Çıkınca Xitay işe çıkman böyledir. Kan kartları var, sağlık var. Eğer bunu belli şekilde aşağı desek ki halkla ilişkiler zorunlu. Yerden kararları görebilmez, halkla çıkmak elbette. Güçlükte hiç kurtulamaz. Bu sebeple ilişkiler tehlikeli, hakikaten vermiyordu. Bunda mandat partisi var. Dünya Seyyid Teşkilatı'na ki. Dünya Seyyid Teşkilatı'na bütün ezel devletler çok mühim bir hisselik doğrultuda sanatçılık veriş mecburiyeti var. Dünya Seyyid Teşkilatı devletlerin tergin insansız asasının doğrultusunda uluslu yapacak bir hesap atamayı ve bunu sen hatatıldığını diyemeyiz. Çünkü hata için bunu sıkıntı gerek. Sıkıntlama oluşturan Kolu kayıt kılsanız Türkiye'de şunu vasatsanın dokularda yapıldı. Yani bu en çok az. Düşündüm. Hem de hakikaten bu virüs payda olup çıkan ekan albatta dunyoning har qaysi joylaridagi shu bo'libmi xalqaro tashkilotlarimiz Xitoyga nurg'ulagan besimlarni bo'libmi Uyg'urlarniki bizning Uyg'ur tashkilotlari bo'lsin intan xatarsiz ekanligini deb tilga ilib kelyotdi. Hem şu lagerdeki qarindoshlarimizning ahvolini intan xatar ekanligini ammo Xitoy dal aksiga hech qanday mas'ul yo'qligini e'lon qilib keldi. Bu yerdagi siyosat biroz o'zgararmikin deb kutilgan bo'lsa-mu, ammo dal aksiga oxirgi kunlarda shuni ko'ryapmizki, minglab, o'n minglab xalqimizni shu xatar rayonlarga turkumlab yetkanligini ko'ryapmiz. Endi bu siyaset sizce nege berip barıdır şu virüsün tarqalishi bizim vatanda şunda bir xatar aslında qaysi derejedir sizce bunun xalqimizga bo'lgan ziyni qancha ekan bilmayman. Endi bu virus bayağı siz diyendek Xitayning keyingi vaqtda jiddiy tadbirlar fikr maktablariga tarqatdi. Tarqatib o'tdi. İşleyleyen işini toplattı. Şundan var evvel aslında bu yerde 3 milyon 5 milyon etrafında tanıklı olan kalıp ne? Kalkattı. Yani Dotoros'ta Halkarat'ın meclisini çıktı. Dotoros bayanların ilanından böyle yapılan Uygur Şarkistan Teşkilatları yankayı serdiler. Dotoros'ta bayanın ilanından bunun hiç her yerde bu kadar sundu. Aşağı kalıptaki insan katliamdan iskenlikle çok önemli yapıcı toplasa ama onun alınışları çıkanda bir teknik olamadı. Hem de bazen devletler köpüratımız hatta cinayet için olan ağır çıkırlık vardı. Türkiye'de bu kırarlarsa bir cinayetçisinin hemizden Türkiye'den çıkırlık olursa karar alır. Hatta yakında toplama etrafında cinayetçisinin koyup mümkün, üyle cezasını mümkün. Bunlar arasında hatta cinayet kıyam adamı kıyafetler bakımında cinayet konulan adamı kıyafetler. Bu insan hakkındaki bu meselek bir yerde. Ama bu ahvalasta biz mümkün hayatında bu tüskür alan bağlılığını düşün. Bu yana ameliyat bağlıkanlara biz ahval tutmayız ama teslimatı düşünmek teslimayız. Yani bayağı sizin nasıl sıkırıp geçmez belki müşkilekin siyasetsel koşuluk alan bir niyetin belki şunlar mümkün, belki bu virüs teknik kanıtlar düşmüşken
siyaset biraz değişiyor mümkün, bizim halklarımız biraz nefes değişiyor mümkün diyerek unutmayalım. Lekin tekst yok etişler, üyeliklerden çok önemli. Ama ameliyatında böyle haberler kuramadığımız, üyelik vatandaşı işleyerek kadar yaşlarından hemen hazır işleri ülkeye işleyerek iki koptu. Biz oynatılan işleri kuruşlarında. Bu bizdeki devletimiz olan oynatılan yaklaşık bir siyaset. Şimdi yaşlarından hemisi işleri kesler, işleri hemisi haberasının tepki noktaya. Yani bu devletleri yazıkçı nurgun devletlere seyahat için çektiğimizden mutabakatı olan ekiş karakter bulana haber yetiştirişte meselemiz. Doğru. Endi şununla kelsek doktor, endi bu virüs endi degan Xitoydan halqib dunyoda 200 dan ortiq davlatga tarqaldi. Tarqalmagan eng chet rayonlardan birishkidan bo'lsin hozir xaritaga qarasak tarqalmagan yer yo'q degandek shaklda bo'lyapti endi. Amerika, Yevropa davlatlarida avjiga chiqdi. Buni qanday tushunamiz endi? Markazda xuddi tavallab hatto yo'q deb e'lon qilinyapti. Buningki yolg'onligi, to'g'riligiga biraz gap qildingiz endi. Buni yolg'on bo'lish ehtimolligi ko'p. Bu qandaqsiga endi eng keynida maydonga kelgan yerdimi hassalab Xitoydan natija kutgan darajada Amerika va Yevropada bu qadar tez bo'lib ketishining sababi nima buniki? Bu bir qancha sabab bor. Birinchi sabab boshqa transferni bekmanlikda tutmay, bu boshqa problem bo'lishi mumkin. Bu bundan chiqib ketadi. Bu birinchi sabab. Bu xavfsizlik. İkinci sebep Güvenlikle güvenlikle haber çıkanı oluşturdu. Ameliyatı bu virüs yoldan çıkan takdir merkezi çıkan doğrusu beyincik arkadaşlar çıkan temel etkiniz. Hatta Wuhan merkezi doktorhan işlerinden bir doktor benim ismi Lenvedin. Bu doktor o'tiri chiqib mushunamina bir kasallikka yaqinda o'tiri chiqqanligi to'g'risida ma'lumot bergan chog'da uni soxtalar majburlab bunday ma'lumotni yolg'on ekanligi to'g'risida qo'l qo'ydi to'g'risida bir narsa chiqib turgan xabar Al Jazeera'da. Bundan burunmi chiqqan u narsa. Endi yaqinimizda qabul qilayotgan bir narsa 6 hafta keyin bu kasalni ma'lum qildi deb hozir qabul qilinglar. Endi 6 hafta keyin qabul qildi degan gap hammalar ko'ryapmiz hozir. Wuhan cho'ng bir shahar. Onun ustiga bevosita xalqaro uchish bor bo'lgan bir shahar. Endi har kuni xalqaro uchish bor. Davlat ichi uchish bor. Bunda ahvolda zaten kasal turdi. Xalqaro uchish kelgan ketgan xalq bunun bexabar ketdi. Undan keyin boshqa deb taqib. Zaten taqilish asobi sababmi shu. Bu Wuhan kelgan ketganlar yoki Wuhandan boshqa davlat bag'allar yuqtirib kasalni. Endi bu yerdagi asosiy masala bu kasal taqilgan vaqtda Xitoyda dastlabda bek adli tushunuvda undan bu yerda ma Dünya Sağlık Teşkilatı'nın mas'uliyati bor. Dünya Sağlık Teşkilatı'nın dastlabda bu virusni yer shari xarakterlik ommaviy sog'lomlik tahdidi deb e'lon qilgan. Chiqib kundik yillar biz xato deb qo'yibdik bu yer shari xarakterlik ommaviy sog'lomlik tahdidi emas ekan deb buni tuzatdi. Tuzatib keyin bu kasal atrofdagi davlatlarga taqilgandan keyin Xitoydagi yuqumlanish nisbati oshgandan keyin yana qaytadan keyin kelib bu yer shari xarakterlik ommaviy sog'lomlikqa tahdid qiladigan muhim virus ekan deb yana qaytadan e'lon qildi. Bu vaqtda kechki e'lon qildi bu narsa. E'lon qilgan vaqtmi birinchi oyniki 30 e'lon qildi bular. Hisobda bu kasal chiqib 31 kundan keyin bu narsani e'lon qildi. Bir oy deb ketdi. Bu vaqtda nurg'un davlatlar buni sal qarab oldini olishga kontrol qilishga hech qanday tayyorlik qilmadi. Chunki ko'pincha davlat Dunyo Sağlık Teşkilatı'niki belki bayonotlar qarta tayyorlik qiladi. Bu nima uchun bunday bo'ldi? Bu to'g'risida talash tortish intayin ko'p. Hatto nurg'un odamlar imzo to'plab hozirgi Dunyo Sağlık Teşkilatı'niki bosh kotibidan ishdan chiqib ketsin, istifa bersin deb g'ulg'ul qo'zg'agan ahvollar bor. Chunki bu kasallik sal qarab dunyoni oldin ma'lumot bermagan yoki eskartmagan deb. Undan keyin shu Wuhandimi ta 1-oyning 20gacha kirish chiqishni asosan taqamadi bular. 1-oyning 20 resmiy havo yo'li, tosh yo'li, undan keyin temir yo'lni tamoman etdi. Lekin 24 kun
demek kirib chiqish davom qildi bu yerda. Boshqa davlatdan kelgan chiqqanlar. Agar buni burroq degan bo'lsa, Xitoy bu kasallik intayin jiddiy ekanligini va darhol chiqqandan keyin o'sha Wuhanni karantin bo'lsa, balki bugungi kunda ig'ir oqibat chiqmaydi. Bu to'g'risida nurg'unlagan mutaxassislar o'xshash nuqta qo'yapti. Uchinchi bir nuqta, bu kasal tarqalgandan keyin bu meningki his qilganim Turkiyada o'xshash bo'ldi. Bu yuqumli kasallik mutaxassislar buni tushundirgan chog'da o'zining kasbiga asosan tushuntirib qoldi. Intayin bir oddiy bir virus, zukam o'xshaydi. Buni davolamak asan, kasal amaliyot bek ojiz bir virus edi. Xalqlar buni oddiy o'ylab qoldi. Ayna bunu lekin buni tushuntirgan chog'da xalq bu kasallikni tushunmaganligi uchun ommabop tilda tushuntirib, biz xalqqa to'xtamay eslatib turish kerakdi. Bu kasallikki intayin vahim ekanligini, kelgusi muyna aql kelib chiqarganlik to'g'risida bekchiq mutaxassislar bu to'g'risida ma'lumot berdi. Xalqni qo'rqib ketdi, ammo qo'rqmagan bilan o'g'il hozir bo'ladi. Başka bir nokta, ko'pincha davlatdagi xalqmo bahs ta'liq qildi. Bu kasallik davlatdan ochiq-oshkora e'lon qilib, ochiq chiqmaslik, bir-biridan qo'l elishib kurashmaslik, uzoq turish. Shuna avval desmo yana xalq o'zini bilganini qilaverdi, undan keyin bu kasallik tez tarqab ketdi. Beshinchi bir nokta, davlatning yana bir qilgan xatoligi, ba'zan shaharda bu kasallik chiqqandan keyin u rayonni qizil, ya'ni xatarlik bo'lib e'lon qilamiz degan vaqtda u shaharda yashagan xalqlar boshqa bu kasal bo'lmagan yerga ko'chib ketish boshladi. Mesela İtalya bu. Onun için bu yerda yuqumlangan odamlar bu kasallikni to'shib boshqa ülkelerge boshqa odamlarga yuqtirib, bunun bilan butkul davlatga hamma bo'lakga tarqatishga sabab bo'ldi. Endi mushu gaplar toza chiqayotgan vaqtlarda hozir bo'libmi oxirgi oylarda chiqqanlik o'tirdik bu masalani bo'libmi dunyoning har qaysi yerlardagi inson haqi tashkiloti bo'lsin, mushu Xitoyga qarshi advokatlar hattoki birlashib turib buningki virusning manbasini Xitoy ekanligi dunyoga bilgan hozir nomus qilmasdan Xitoy uni Amerikaga otib qo'yibdi demdi, Amerika askarlari qildi deb odamning kulgisini keltirib shuning bilan endi şu anda bunun qattiq g'azablangan şu inson haqi tashkilotlari bo'lsin yoki advokatlar bo'lsin Xitoyga qarshi da'vo etishimiz kerak. Bu harakatni boshlatganlar bor. Ham bu butun mushunchalar insonning o'lishiga, butun dunyoning mushunchalik bir balo qazo qilib qilishiga Xitoy birinchi mas'ul bo'lishi kerak. Hatta bu virus tugagandan keyin ertaga cho'qim bir cho'ng bir da'vo echilib Xitoy mushunga to'lam to'lishi kerak, buni hargiz bo'shashtirmay ma'amiz deyotgan fikrlar ko'p chiqyapti. Endi sizce bu fikir amalga oshirgan bir gapmi yoki shunday bir qiziqqonlik bilan bo'layotgan ishmi? Bu masaladagi fikringizni olsam. Ikkinchi amaliyotda hozir masalan Xitoy hozir har qancha o'zini oqlasimi dunyoning hamma joylarida sat kishilar tarafidan yirginishlik ko'rilyapti. Shunda bir holatga uchrayapti Xitoy. Bu shaxsiy fikringizni. Bu meselede Amerika'da meydanlarımıza kısmı lokasyon topluluğu bazı bununla eski sonuçta devlet olur. Xitay sadece bölümde şirketi. Hoş. Hatta Türkiye'de bakın işte Türk vatandaşının çıktı. Bunun haberini görüyorlar. Doğru. Xitay'a ez. Ama bu ikinci devlette çıkıyor orada böyleydi. Düşünün yarattı abi Türk devlet bu krizinin azaltması için kontrol için İlk kişiler bulunma kırışmalarda bulunma merkezi çıkardı. Privatimiz buradan siz işaret ediyorsunuz sahne, ölüşünüz tümün kaynaklı. Bunlar bu arada için hemlediğinde artık birinci bulup merkez dışıdağın işe bu kesinlikle qanday qilib kontrol qilish, qanday qilib oldin edish. Lekin bu kontrol qilinib bo'lgandan keyin endi o'ylanishga boshlaydi. Chunki butkul davlatlar nurg'unlagan ziyon tortdi. Ba'zi davlat balkim qayta o'zini eslik kelmasligi mumkin. Bular maqsadi tükün davlatlar. Bundan devletler birinci çok mu oylaşır buna? Hem de ammeyi sağlamlık noktası etkan çağda ya ki ammeyi sağlamlık kanunda etkan çağda bunda az kız bulamın bulmam degen nesi var. Hem de onu az kılımız davet kıllar kanuncular. Kanunu bilmese oğluk baba biz az kılımız demeydi.
Çünki xalqaro qonunda bundaki şu tibobat qonuni va sog'lomlik qonuni va şu'li ba'zi yozilgan moddaga asosan uni tayyorlab qiladi. O'tiri chiqiblam sen bu kasal Wuhandan chiqibdi sen to'la desa, Xitoyniki bu ma'qul deb o'pamin uni muddof qildi. Cho'qim bunu to'lish uchun ularda qo'li resmiy asosiy kuchli bo'lgan qonun moddalar bo'lishi kerak. Shuni asosan tayyorlab qiladi. Ikkinchi nuqta hamda Xitoyniki mush dastlabda hozircha qabul qilayotgan narsa 6 hafta bo'ldi, 6 haftadan kechikib e'lon qilibdi. Mush 6 hafta ichida kirib chiqqanlarniki mush davlatdagi sabab asosli mush Xitoylar Xitoy burun degan bo'lsa, balkim oldin og'il bo'ldi, boshqa davlat kirib chiqqanlar bo'lmaydi, bu kisib sirtga taqab ketmaydi. Asosli manba mush Xitoyning taqalliq uchun mushlar shu mas'uliyat elish kerak deb asosli buni sabab qilayotgan davlatlarmi ba'zir. Balkim vaqtida e'lon qilgan bo'lsa bular tadbirlarni olgan bo'lsa, balkim bunda demasligi mumkin-di. Chunki ular kasal yana bir nuqta aytganda bu bir tabiiy baloy afat. Hech kim bundan kasal bo'lishini xohlamaydi normal bir insonniki. Ammo kasal o'tirib chiqqandan keyin buni kontrol qilish kerak, oldini olish kerak. Bu yuqumli kasal boshqa kasal o'xshamaydi. Bu taqandan keyin buni chegara bo'lmaydi. Edam to'lamaydi. Qanday odam bo'lsa yuqiyverdi, qanday davlat bo'lsa ketaverdi. Bunday ahvolda insoniy nuqtasidan tushunib bo'lsam az qilmaslik mumkin-di. Ammo Xitoy bunga birinchidan vaqt kichik e'lon qildi. Ikkinchisi sonliq ma'lumotlarni to'g'ri bermadi deb bunga ochiq bor dunyoning. Uchinchisi hozir bular hozir qahramon bo'lib ketdi. Biz buni to'g'risida nurg'unlig'a ish qildik, nurg'un badal to'ladik. Bu kasalni kontrol qilamiz deb bizning tajribamiz bekdir. Biz xalqaro bilan o'rtoqlashishni xohlaymiz deb o'tirib chiqiblar hozir. Hatta bayağı degandek, ba'zi Xitoylar hatta buni Amerika qilgan ish yo'q. Amerika bizning iqtisodimizni vayron qilamiz deb yasab chiqqan bu dushmanni deb atgandan keyin undan keyin xalqaroni qo'zg'alib asosida buni tayyor qilish boshladi. Menimcha bu kontrol olgandan keyin bunda az qilgan davlatlarning soni cho'qma ish bor deb o'ylayman. Endi doktorum şu Türkiye'mizge qaytib kelsak, Türkiye'den en keynide başlangan bir kesel bir balay afet buluşuğa qaramasın. Yani hakikaten insanı ensirtgidek derecede günden günge bek katlap şekilde köpüyotudu. Her günü keşte Türkiye Sahiye Ministerimiz mi sağlık malumatlarını beriyotudu halkı. Bugünkü sanığa qarasak mı, bugünkü toplam tekşirilgen kişi sani 18.757'de bugün yeniden kesel bulup çıkan kişi 2956'da üylep ketken kişi 79 oldu yani. Üylep ketkenlerine Allah rahmet kılsın diyordum elbette. Bunu tileyimiz. Hem de hakikaten bu Türkiye'deki bu korkunçluk şekilde ilgilileşini bunu qanday qaraysan, siz Türkiye'de sahiye sahasida ishlayapsiz, o'qituvchilik qilyapsiz. Masalan, bugun mesela hatta şu ciddi qutqarish bo'limi turayotganlar hozir 1101 ekan masalan bugungi e'lon qilingan sonliq ma'lumotlar. Ammo shunday bir xatarlik bir bosqich turyapmiz endi. Bu Türkiye'deki bu ilgilashga qanday qaraysiz siz? Türkiye destek bakımından bu yaş programından dolayı hatta xalqaro radyodan hatta Türkiye'nin ulusun közüken Türkiye'nin şukunluk kuvvetli devletlerine bireydi. Çünkü vakıflarda başka devletlerden bu yavrularının bu kesinlikle istihdamken şu devletlerden Türkiye'den destek yani eski Türk oldular Türkiye bunun Türkiye kayıt dışında para kazandı. Ve devletin başka devlet kuvvetli Türkiye'nin arasında çağırık e'lon qildi. Maqsad bilan qaytarib keldi. Hammamiz ko'rdik Xitoylar. Tunjilab Xitoydan keldi. Bundan keyin Yevropaning boshqa davlatlardan keldi. Ikkinchi birisi shu umriga bog'liq. Hech uchun umriga bog'liq qaytib kelgandan keyin shuni Saudiya Arabistonda yuqumlanish nisbati yuqori bo'lgan davlatlarning biri shu vaqtda. Bu vatan sirtidan qaytib kelgandan keyin bu asosan yuqumlanishning sur'atini bo'lib ketdi. Turkiyadagi asosan buniki kelish manbasi shu sirtdan keldi. Bu Yevropadan kelgan Türk vatandaşları, undaki boshqa davlatdan kelgan Türk vatandaşlarniki karantina olgandan keyin bularniki pozitiv chiqqan. Ba'zilari karantina turinglar desa, karantina turmay oilasiga boshqalarga yuqtirib qo'yib, shuni bilan sog'ib ishib ketdi. Keyingi vaqt asos ish sabab bu. Endi bu hozirgi bunda tez suratda ishi xatarlik bo'lsa, albatta xatarlik. Har qanday bir davlat uchun xatarlik. Ama Türkiye bunun için yani qo'ldan kelganini qilatamdi desa, xil davlatlarga qaraganda
ağır bedel ödəyaptıdı, qıvadıdı. Mesela hazırda köpüncü devletler bunu tekidi test qılmalı. Türkiye her gün nurgulga adamni test qılırlar. Pozitif mi, negatif ağırlık. Hem nima uchun ayrı degan chog'da, agar bu test orqali pozitif chiqsa, darhol uni karantin altına aldı yoki davolash elib boradi. Bu orqali boshqalar turishni oldini olish uchun qiladi. Ama ko'pincha davlat qarasanglar bu ishni qilmadi. Chunki buni qilishniki maliyat bek yuqori. Buni qilishga odam kuchi bo'lishi kerak. Har xil sabablardan qilib bo'lmaydi. Yani ko'pincha sabab birisi mi shu? Chunki test chiqdilar. Mesela Amerikadagi sabablarning birisi shu. Amerika mo test chiqdigan davlatlarniki biri. Yevropadagilarniki mesela İspanya mı shu? Bular test chiqqanlik uchun tabiiy chiqqan odamlar bo'lganlik uchun bu yerdan kasallik soni chiqib. Ba'zan davlatlar qilmali. Nurg'a odam yuqmagan bo'lishi mumkinligi uqmaydi, xabari yo'q. Mesela Hindistan. Hindistan'daki nüfus intayin ko'p. Hem tatbiq meselesi ilgili bir mesele olan devletlerden biri Hindistan. Uşuna bir devlette ameliyat bu kesin intayin tez tarqıldı. Qarısanız hazır Hindistan'daki yuqumlash nisbi intayin az. Ölüş nisbi de az. Bunda bo'lishi hazır kesillik xarakterlikdan aytgan chog'da aql sig'maydigan ish. Unda olsa e'lon qilinmagan, az e'lon qilingan, u yerda ozda qolganligi alomat emasdan unda olsa. Bunday emas. Ko'pincha davlatda amaliyot bo'lishi mumkin, faqat davlat uni ya e'lon qilmadi ya test qilmadi qilgan. Xo'sh, xo'sh. Unda olsa şu Türkiye'den söz açtık hamda sizce tahmini şekilde şunda maqsadda bu qancha devam qilamiz biz Türkiye'nin bir misal alsak bu kesel. Hem onun üstüne en muhim bir narsa Türkiye'den de bütün dünyada bugün haberlerimiz beriyatımız mayli İtalya olsun, mayli Fransa olsun, Gollandiya olsun. Xitoydan kirgizilgan yoki atalmış ihanat qilingan degandek narsalarning hammasining sifatsiz ekanligini bilib qaytirayotgan bir ahvolda Türkiye'de mesela bunday sifatsiz mayli virusni qilgan kit deydigan bir narsa bo'lsin yoki shu sahiyaga aloqador maska bo'lsin degandek bir narsalarni import qilayotganligi aloqador bir xabarlar bor. Bu ishniki oldi kelgan nima shuni bir devasak. Türkiye şekilde benim için batayım. Çünkü yakında Pakistan'daki Türkiye'de en yukarı çıktı. Yukarı eğer bu devlet ülkesinin alınışının kontrol edici yakında bir şekilde asasla güçlü. Mesela Xitay'ın Rasot'un yakını olsun. Çünkü Amerika'da hatta işlerin teşkil suarkılar bu sabırlar hem teşkil çıkamadı. Onun için sahne azalmadı. Görünüş aşıda. Dakika ahvalını kaçtık. Xitaylar üzgündü başka unutmaydı. Ta bir gün açıp mahbiyetlik ortaya çıkan kadar. Lekin başka devlet mesela Yaponiya, Koreyan misal alsak, hem de ahlak cihetten başkalar itiraf kılgan devletler Koreya, Yaponiya. Bu devletler intayin tiz jüreti yuqurlagan, undan to'xtab hazır tushib kontrol asosan aldı Yaponiya, Koreya. Har qanday bir kasallik shuna vaqti bo'ldi. Masalan, bu Turkiyaning hozir shuna vaqti bir peki chiqqandan keyin nuqta chiqqandan keyin cho'qim bu peslaydi. Nima uchun deganda hozir Turkiya barliq tadbirlarni elib tekshirish elib beryapti. Yuqumlanlarniki ayirib elyapti, davolash elib beryapti. Undan keyin hozir xalqlarni sirtga chiqolmaslikka da'vat qilyapti. Xalq burunga qaragan hozir biroz o'qidi. Burun yana o'zining bilganini qilib ko'cha lag'aylab yurgan xali jiqdi. Kunning kuniga azladi. Nima uchun deganda yuqumlanganchilarning soni ko'paygan sari bu cho'chidi. Keyin qarasa yana xalq yana o'zining bilganini qildi. Ammo diqqat qilsanglar Turkiya xili vaqtcha qaysi viloyatda qanchalik odam yuqumlangan to'g'risida ma'lumot bermagan. Yaqinda berdi. Nima uchun degan chog'da xalqni bilsin, butkul viloyat borlig'ini bilsin, diqqat qilsin degan asosda berdi buni. Endi boya degan masalada o Türkiye Xitoydan elib kit setib olibdi, test qilish uchun degan narsa bor. Haqiqatan setib olgan. Çünkü bunu sayyan nazarati o'zimi bayonot e'lon qildi. Biz Xitoydan o'shunday kit setib olib, bir kunda nurg'ulg'an odamni test qilamiz degan. Hem olgan. Buni olgan davlat Turkiya emas, İspanya olgan. İspanya elib bunu test qilma bevosita ishlatgan haqda ishlatgan vaqtdan keyin qarasan netis xato chiqqanini bilgandan keyin darhol to'xtatdi. Bu kitning asosan 170% atrofida netis xato chiqqan. Yani Türkiye'nin qilgan ishi qanday desa, Türkiye buni olgandan keyin bevosita ishlatma oldi bilan sinab boqdi. Bu haqiqatan to'g'ri natija beradi, bermaydi deb.
Hem Türkiye netije chiqqan chog'da bu sinab qilgan mezgilda chiqqan natija haqiqatan xatolik nisbati intayin yuqori bo'lganini bilgandan keyin bulum darhol bayonot e'lon qilib biz Xitoydan kelgan kitni ishlatmaymiz dedi. Yani xalqdan nurg'unlagan talash tartishning birisi bu shu. Bu to'g'risida Turkiyadagi har xil kanallarda xabarlar uchib yurdi. Bu vaqtda masalan Turkiyami amaliyotda o'zining yerlik kitni tarqib qildirayotgan, ishlab chiqarayotgan davlatlarning birisi. Yani onun burun bu keselini bu Xitoyning kit olmasa tashkil etib bo'lmamdi degan bir savol chiqdi. Albatta bu qilayotgan barliq davlatlar qilyapti hozir. O'zining mavjud tajribasi orqali qildi. Lekin u vaqt bekchi qoladi. Turkiyaniki burunqi mavjud bo'lgan sinoqda 60 yoki 90 minut ichida natija chiqadi. Ama Xitoylar bu ishlab chiqargan kitda bizniki 15 minut natija berdi deganlik uchun hozir jiddiy vaziyatni ko'z tutib Ispaniya va Turkiya buni olgan ishiltimdi. Ama netiz hata bo'lganligi uchun buni ishlatmadi. Mesela İspanya'm qaytib birmizde Türkiye zaten sınav bo'lganligi uchun ishlatmaylam to'xtatdi. Ve Türkiye'm o'ziniki yerli kitini taraqqi qilib, onu 20 minut ishlatgan bir kitni ishlab chiqardi. Endi bu bir kit meselesi var. İkincisi maske meselesi var. Hollandiya'mı Xitoydan hammaylar bilamiz, maska var, maskasi var lekin amaliyot bu maskaning o'lcham toshmaganligini e'lon qildi. Endi bu maskaniki tür bekchiq. Bu virusni qo'rqitadigan oldini olgan vaqt maska faqat chiqdi. Biri N95, biri operatsiyada ishlaydigan tibbiy maska deydi. Shu operatsiyaga ishlaydigan maskalar olaylik qolgani olinmaydi. Endi bu maskani o'lchab satgan, endi qanday satdi? Bu kitni qanday satdi? Buni ciddi turishlik qilish kerak. Chunki bir davlatdan bir davlat mal sotganda hammalarimiz buni davlatning tasdiqini sotamaydi. Har qanday mas'uliyat chiqarsa davlatning shu hukumat organlari unga ruxsat qiladi, satsam bo'ldi, bundaki sata oladi. Sirtga chiqqan chog'da chegirdan o'tish kerak. Chegirda o'tgan chog'da supat tekshirish va uningki o'talaydi. Bu supat qanday chegirdan o'tdi? Qandaylar bu bozorga kirdi? Bunun kelgisi çok mu sürüş qiladi? Mesela İspanya Madrid'deki Xitoyning bosh elchisi buni biz degan shirkat olgan bo'lsam bunda bo'lmaydi degandek bir narsa bayonot e'lon qildi. Unda bayonot e'lon qilganda to'xtaydigan ish emas bu. Chunki yaxshi shirkat olsa, yomon shirkat olsa mening emas demaysan. Chunki u Xitoyniki chegirasidan chiqib bu davlatga kelgan mahsulot emas. Endi bu narsalar, sifatsiz narsalar, o'lchamsiz narsalar hozirgidek bunda jiddiy vaqt qanday yomon ta'sir oldi degan vaqtida siz buni keskin kontrol qilmay yoki oldini olishga mas'uliyatman. Siz ishingiz ishinib ishlaganligingiz uchun nurg'unlagan odamlar bu balkim kasaldan yuqumlangan bo'lishi mumkin. U keladi, u ish orqali natija qarasa negativ deb chiqdi yoki yuqumlanmagan deb. U odam xo'shal qaytmay yuqumlanmabdi dema, balki men qizib qolibdimi yoki zukam bo'lib qolibdimi deb. Qaytgandan keyin eng az deganda uydagi boshqalar yuqtish aniqlan. Ondaki etrafı kurtuluşlar iniqlan. Maske meselesi mi o'xshash masala? Maskeni siz taqib vaqtingizda agar virus bo'lib qolsa men boshqalar yuqtirmayman yoki men boshqalarni men yuqtirmay deb taqaydigan narsa. Amali qarasangiz bu virusni oldini oladigan maska emas. Lekin siz uni oldini oladi deb taqaysiz. Shunga xotirjam boshqalardan ko'rishingiz mumkin, sirtga chiqishingiz mumkin. Endi bu kasallikni yuqumlashni tezlatadi. O'lish nisbatini oshiradi. Hem de bu mu intayin çok oylanılan, çürütülen mesele bir. Elgüsüme işinde bu iş tükendeki bunun davası başka davanın beklemek çok oldu. Doktor, der müşahede şu maske topluluk hakikaten Türkiye'deki nurgun profesörler, doktorlar olsun bir Türkümlere karşısan bu maske takısı tekimde kesel oldu da karaydıken. Yani bir Türkümlere çokum takış gerek deydiken bu kanda bir zıt boğan gepler bu hamde. Tusup kalamadı çünkü o virüs degende maskenin tüştükten ötüp gidilen daydı küçük nerse o hiç kandan kalamaydı da karaydıgan da bakemizde. Masuvan yaşadığımız bu maske meselesinin kol yuyuş meselesi okşaş mesele. Bazen kol yuyusamanda normal olgandek jüp aldın aldı yapılmasa ben virüs vektör bakteriyanı ötledim de karaydıgan da bunda iş olmaydı. Mesela maske meselesi to'xtalsak, bayamen degende 2 xil maske var. Çıkılması deyinimiz, yani Xitoy ishlab chiqargan maska emas, o'lchamlik, xalqaro sifatga loyiq bo'lgan narsalar. Masalan, kit deganimiz haqiqatan to'g'riliqni shukur bo'lgan kitlar, maska deganimiz haqiqatan o'lchamlik yasalgan virusga qarshi tura oladigan maskalarni ko'rsatmaydi. Endi Turkiyadagi haqiqatan shu kanalda xalqning kallasini haqiqatan elishtirib o'tdi mutaxassislar.
Birisi qo'pab deydi, taqsam foydasi yo'q. Nima deb taqaysan? Uni taqsam, hatto sana boshqa kasal paydo qilishi mumkin deganlar bor haqiqatan. Buning asosi nima bor? Ularning da'vatini birinchi nuqta maskani taqqan bir odam taqaversangiz nafas sirtqa chiqmaganligi uchun hammaylar maska taqib boqamiz qisqa vaqt ichida bir nemlashadi. Nefes almaydi. Nemlashgandan keyin u yerda bakteriya va viruslar bekra ko'payib ketadi. Bu tek ziyonliq degan nuqtani o'tirib qo'ydi. Şunlaşqa deyip, bəzən dedi ki, əgər maska taxsam, çoxum uni almashtırib turishing kerak deydi. 2 saat və 4 saat ichida maskani sifati qarab turib. Bu yerda qanday qilsa, atdiyan taqib olganim, chiqish taqgan uni. 12 saat, 13 saat. Bu maska sizga ziyonliq demakchi bo'ladi. Şunlaşqa maska taqqan chog'im cho'q 2 saat ya 4 saatda maskani almashtirish to'g'ri keldi. O'xshashmasdan taqib bo'lmaydi. Undan keyin yana bir nuqta, nima buni kesilda taqsin, saqadam taqani foydasi yo'q degan bir mutaxassis chiqdi o'tirdi. Endi dediki, u nima deydi? Biz ko'chib chiqsak, kimning saq, kimninki yuqmag'imiz nada uqimiz degan talashda aytishimchi qoldi. Endi u odamning da'vatgan nuqta ismanda. Hozir maska yetishmayapti, hammaylar bilamiz. Dunyo bo'yicha o'xshash bir masala. Bu maska yetishmayotgandan keyin saqadam taqib olmaydi. Biz taqib olgandan keyin zaten bizning taqimizning foydasi yo'q. Bu maskeni kesillar taqsin. İhtiyacı olanlar taqsin. Çünkü şularni taqish kerak. Boshqalar yuqtirmaslik uchun. Shunlashqa bu maska yetishmayotgan bunday ahvol ostida biz saqadam taqib qo'yib, endi taqash ishkadam taqmay qo'yadi. Shunlashqa saqadam taqmanglar demak deydi. Endi buni nima oldikin anglamaylar gapni taqmang dedi. Taqmaydi deydi, ba'zilar taqmang dedi. Taqaymiz deb o'ttirliqdan elishib ketdi. Shunlashqa buningda yig'inchoqlik aytsak, maska Çoxum iki xil maskani ishlatish kerak. Biri tibbiy maska, ya'ni operatsiyaxonada ishlatilgan maska bo'lishi shart. Ikkinchisi N90 bo'lishi kerak. 95 bo'lmasa, buning foydasi yo'q. Ikkinchisi, maska taqgan bo'lsa, bu maska cho'qim 2 va 4 soat ichida almashtirishimiz kerak. Bir maskani atlangacha hech taqsab bo'lmaydi. Uchinchisi, bu maskani agar haqiqatan boshqalarning ehtiyoji bo'lsa, biz saq bo'lsak, hozir cho'q chiqmang davlatida uyimizni to'plab olmaydi. Chunki bu bir axloqsizlik. İhtiyacı bağlı alıp ihtiyacı yok uygu saklarlık. Eğer biz aynı qilmasak kesellar işlese belki onun bekle faydası oluşumuz mümkün. Eğer müşkülde dikkat etsek bence maske meselesinde bekle mesele yok. Eğer maske yetişse hakikaten maske bo'lsa chiqqanda taqash yaxshi ish. Ama hozir ahvol ostida yanala maska olganda maskaningki turga diqqat qilish kerak, undan keyin almashtirish diqqat qilish kerak. Eğer taqaymiz degan qarindoshlar yo'q. Hı. Mesela şuna mesela maskeniki yuvib ishlatilgan yoki bir qatimliq deb maska bor. Mesela operatsiyaxonada ishlatgan maskani yuvib ishlatilmaydi. Bir qatim ishlatib tashlaydi. Hozircha ko'pincha o'tirib qolgan N95 shu. Ama bayağı siz degandek yapgan bir davlat ishlab chiqardi, yuvib ishlashni bo'ladi maskalar. Lekin bu maskaning hammasi virusga qarshi ishlab chiqarilgan maskalar. Mesela uyda normal tikkan maskalar bu ishga yaramaydi. Xo'sh. Unda bo'lsa Yaponiyadagi bilgan yuvib ishlatishga maska taqati degan xabarni qanday qaraymiz? Alayda narsami rahmonda. O shundan, o maska alayda shuni yuvib ishlatsa bu uzun xarakterini yoki kesin qarashtirish uchun yo'qotmaydigan asosiy ishlab chiqargan maskalar. Maxsus mushuk uchun. Xo'sh. Qadrli qarindoshlar, biroz burunqi ovozim kamlabdi, inkaslarni ko'rdim hozir. Ben doktordan cevabını da berse qarindoshimizning so'ragan savolini so'radim men endi. Bu maska o'zimiz tikkan maskalar virusni to'sishga foydasi bormi yoki yo'qmi degan savolni so'ragan qarindoshimizga savolni so'ragandim, shunga doktor javob berdi. Undan keyin yana bir qarindoshimiz Yasinjon savol so'rabdi. Türkiye'nin mushundaq yuqumli kasalliklarga qarata doktorxona yotoq soni qanchalik? Bundan qanchalik ishlatdi? Virusning ko'payib ketish ahvolida
yatak yetişmeslik ahval körülüş nispeti kaçık deydi? Nazır ciddi qutuluş köpinci modellik yoğun bakım deydi buna. Ciddi ahvalasıda ayrım. İş görüşerek davalaş edip bardan. Bunun da Türkiye'de dünyada şu Avrupa bölgesini hesaplaganda 2. orun turdu. Ameliyat yatak sayısı 24 mingga dem hatalaşmışsam. Lekin bunda kesel avıp gitip kalsa mesela Angliya'mı intan kısa vaqtda Xitoy qo'shin bir doktorxona saldi. Endi bu mu belki kelgusida Türkiye qilish mumkin. Yatak yetişmey kalsa. Ama hozirgi ahvol aslida hozirgacha bunday ahvol ko'rinmadi. Çünkü hammaylar bilamiz ko'pincha viloyatlarda selingan shahar hastanasi deb bir doktorxona bor. Ko'pinchisiniki yataqi soni intayin ko'p. Mesela Anqaradagi 3000 yataklık bir doktorxona. Undan keyin ba'zi bir qism to'xtatilgan doktorxonalar qayta eslik keltirdi. Hatta men Anqaradagi Bilkentda bildiganlar bildi Atatürk doktorxonasi deb doktorxona bor edi. Shahar hastanasi qurilishdan burun aşı vardı o yerda. Bu shahar Atatürk hastanasi hozirgacha bor, chiqilmadi. Ciddi ahvol o'qadi, mesela aşına o'xshash doktorxona qaytadan ishga kirishtirdi. Bu jihatda menimcha Turkiya kelgusida ciddi bir qiyinchilikqa duch kelmaydi deb o'ylayman. Devam kılayım doktorun da olsa özümüzdeki şeklinde. Hem de bu keselge giriptar bulup kalgan kişinin Allah saklasın da hem de hatta anca anlavatımız Uygurlarımız bu saklayıp tuttu diyendeki haberlerini anlavatımız. Halkımız saklasın hem de var kanda bir keselden. Hem bir kişi özününki şu Xitay virusuga mubtala bulup kalganlıqını kandak qaysi alametler var, qanday his qildi? Bunda bir virusdan yuqumlangan kishi nimalarni his qildi oldi bilan va shunda his qilgan bo'lsa qanday qilishi kerak degan narsaga bir javob bersak. Bu virus asas alametleri zıdış, onun öteden korkutuyor, onun mağdursuzluş, bazılarda hatta iç sürüş, o'xshash alametler göründü. Asaslı alametleri şu kızıtma bilen qo'rqutil. Agar qizitma tushmasa, ya'ni mushkil kasal bo'lish ehtimolligi bo'lishi mumkin. Qo'rqutilmi davom qilsa, mushkil kasallikka bo'lish ehtimolligi bor degan gap. Yani bunda ahvol ostida qanday qilamiz deganda, oldindan chuqur qizitma tushuntirishimiz joyida. Agar haqiqatan bunda tirsam qizitma tushmay qolib qolsa, biz darhol turayotgan davlatlarniki shu sayya ministerlikniki yo'l qo'ygan maxsus pullar bor hozir. Türkiye'ninki var. 184 telefon qilsa virusda 24 soat maslahat beradi. Ahvol so'raydi, onun qarab turib deydi, ya siz doktor ya manda qiling deydi. Yoki bo'lmasa jiddiy qutilish telefon qilsa bo'ldi. Jiddiy qutilish telefon qilsa darhol uyga kelib tekshirish olib berib, bu shunday alomatlar ko'rinsa darhol doktorxonaga ketadi. Doktorum da zaten emniyete çıkıp durmadı da bak bu kesinlikle özünü aşkarlaş vakti en keyin 14 gün geçedi demezsen 3 günden başlayıp bir hafta geçe 14 gün geçe. Şu an başka yerden kelgelerin hangisine karantinalı el ortadandı. Bir insan sırtta normal bir yaş hatta kıyırlarla emezken bu yoktur ölüp özünü sapmasak risk bütün ailesi o etrafındakiler yalnız yokturuş ihtimalliğinden ibaret bir ağır bir vaziyet bakandı bu virüsünki. Bundan insan da kandak kılıp özünü bir alqa jirak tutuşu mümkün bundan da. Derhal yuqumlanan kişi sırtı mesela bana setivaqıl çıkıp ben bir virüs yuqumlanan kişi bana yokturup koysun ben hayalim yok bir hafta yürüyüşüm mümkün. Şunda. Çünkü bana yo'qlik yo'shqmas degan chaqda bir kundan 14 kun qochdi de. Hozir shahar qaror asosan 14 kun deb qabul qiladi. Ama Angliyaniki bir tadqiqotchisi qopab 24 kungacha davom qildi dedi. Har xil talash tortish bor. 14 kunmi 24 kunmi deb hozir. Ama ko'pincha davlatlar hozirgi ahvolni ko'rsatib 14 kun deb 14 kun karantin qildi dedi. Endi mushu 14 kun yo'shirin mezgilni ko'rsatib hozir ko'pincha davlatlar 3 haftalik uyda qal deb shu karantin elib berayotgan sababmi shu. Başkalar yuqtirmaslikni oldini olish uchun.
Yani yana bayağı bir narsani siz deb o'tib ketdingiz. Bu faqat yosh cho'nglardan emas, yosh bolalardan bo'ldiki, yosh bolalar bo'lib qolsa, balkim biz uqmay uni to'shib yurishimiz mumkin deb. Amerikaniki shu kasallikni oldini olish, kontrol qilish markazi bir narsa turib qo'ygan time bir muhim nuqta. Hozir dunyo hammaylar yosh cho'nglarga, lekin so'zilma xarakterli kasal bo'lganlarga markazlashib qoldi. Amaliyotda bu yerda shu ko'zdan qochib eng muhim nuqta yosh bolalar. Nima uchun degan chog'da yosh bolalar bizni hech qanday qilmaydigan bir virus deb, undan keyin davlatlar bo'lib diqqat qilmoqlik uchun bular qo'shib boshqalarni yuqtiryapti. Shunlashqa amaliyot bu yerda eng muhim nuqta yosh bolalar deylik. Masalan, do'konlarga chiqsa yosh bolalar chiqadi. Sirtga chiqsa yana yosh bolalar chiqadi. Cho'nglar chiqolmaydi. Masalan, Turkiyada 65 yoshdan ko'pini chiqish bo'lmaydi deb cheklab etdi. Kichik bolalar mana shunday. Shunlashqa bu kasallik endi cho'ng kichik bo'lmaydi, hammadam cho'qim yuqadi, yuqish ehtimoli bor. Kichik bola demaydi, cho'ng bola demaydi. Bunida talash tortish bo'lmaslik kerak. Ba'zan xalqlar xato tushunib qolibdi. Bu kasal faqat 65 yosh, 60 yoshdan to'pi cho'ng odamlar yuqadi, yosh bolalar yuqmaydi deb. Hammadam yuqadi. Faqat ba'zan yosh bolalarda masalan sağlam bo'lib qolsa, bu virus qarshi kuch ishlab chiqarib, balkim o'zligidan yaxshi bo'lib ketishi mumkin. Balkim sizda, menda bor bo'lishi mumkin, biz uqmaymiz. Ama bizning immun sistemimiz kuchli bo'lib qolsa, buni o'tiratalaydi. Ammo bizda ma'lum bir so'zum xarakterli kasal bo'lib qolsa, yoda ba'zi o'tkir xarakterli kasallikdan kelib qolsa, balki uni qarshi kuch chiqarolmaylar. Undan keyin bu viruslar verim bo'lib ketishi mumkin. Ham cho'nglar sabab shu. Ko'pincha cho'nglarniki immun sistemasi ajiz yoki az xarakterli, so'zum xarakterli kasal bo'lganligi uchun bu virus qarshi turish kuchi oz. Shunlar ko'pincha ashlarga yuqsa, kasallik taraqqiy tezlam taraqqiy qilib ketadi deb bularga markaziylik. Ammo ko'pincha davlat haqiqatan Amerikaning kasallikni kontrol markazi deganda yosh bolalarni unutib qo'ya olmaydi. Amaliyotda yosh bolalarni intayin diqqat qilish kerak. Hakikaten dinimizdeki şu Türkiye'de o haberlerde hazır mesela ne gün oldu mu Türkiye'de bütün burun otağına çıkmayı balalarını küçük balalarını adı mektep bağımlılarken magazınlığa ya ki buna sitvağa balalarını çıkartıp onu çekilmesi Türkiye'de mesela kaynaşlarımız bunu bir malumat kalsın. Hem bu yalnız çıksa ya ki otağınızla bildiğimi mesela magazınlığa almaydığı şekilde çekilme çıkardı. Demek ki hem de yani şu an terimimizin devam kılsa hem de bu virüsü doğru tepiş ya ki vaksina tepiş ya ki bütün dünya alimleri ciddi şekilde izleniyor oturuyor. Haberlerde her gün çıkıp Türkiye'de olsun meyde dünyanın her qaysi yerlerde bu ciddi tadqiqotlar elip beriliyor hem de. Şunun bilen birge bir qancha kun burun şu Uyg'ur tibobatidami bunga qarshi bizning retseptimiz var degan bir bayonotlar e'lon qilingan bo'ldi. Bizning Uyg'ur tibobatimizda bu turdagi virusga qarshi retsept bormi degan savollar paydo bo'layotgan hozir. Buni qanday qaraysiz? Bu to'g'risida yaqinda men ko'rdik xabarlardan bayonot e'lon qildi. Biz o'sha Uyg'ur tibobatlari Turkiyaning yanida shunday muhim vaqtida biz cho'qim yordam qilishni xohlaymiz deb. Bu intayin muhim narsa. Çünkü her qanday bir davlat qiyinchilik qilgan joyda uni yanada bulash bek muhim. Ro'yijatdan bo'lsin. Bo'labek yaxshi qildi deb o'ylayman. Hamda Uyg'ur tibobatniki reseptlari yoki burun ishlab chiqargan narsalarni hatto mush qatimda Xitoyda ham shu virusning oldini olishda yoki kontrol qilishda qo'shimcha boshqa dorilar bilan ishlatganligi to'g'risida xabarim bor. Belki mishadim shuni ishlasak ashunda foydasi bo'lib qolar degan umid shu qarindoshlarimiz bilan qildi. Hamda bu to'g'risida bizning resept bormi yo'qmi men Uyg'ur tibobat o'qimaganligim uchun men gap qilsam balkim xato bo'lib qolishi mumkin. Belki bununla şu bizning Uyg'ur tibobatidagi ustozlarimiz javob bersak kerak to'g'ri deb o'ylayman. Xo'sh. Unda da yana o'zimizniki savoldan davom qilaylik. Hamda programmamizning oxiriga kelib qoldik doktor hamda. Devamlı başladığımızdek Allah halkımızda bu türdeki veya başka arkadan keselden saklasın da niyetimiz, dualarımız bu buldu elbette. Hem de bir insan başında bu kaldı değil hem de bununla.
yoki bo'lmaganlarga saqlag'i bizdek ham uyda turish nurg'unligini haqiqatan oson emas ham nurg'un xalqimizga. Hozir Turkiyadan boshqa jiddiy ishim olmasa uyda turib turing deb buni qattiq ta'kidlayapti endi. Xalqimizga nimalarni tavsiya qilamiz? Mayli har qaysi jihatdan bo'lsin, buningga qanday bir tavsiyalarimiz bor xalqimizga? Bu haqiqatan hozir ko'ryapmiz, hamma davlatni qiynayotgan bir kasallik. Bu to'g'risida meniki olganligim bor, o'rin xatami. Hatto bizning ba'zi qarindoshlarimiz shuni alomat ko'rishni doktorga bog'lamayotgan. Hatto mening o'zimning salomatlik bizdan mas'ul. Men hujjat yetishimda qarindoshlarimiz bormish. İnşallah xatadi. Ashla o'ylayotgan aynan degan men shuna qilaman degan qarindoshimiz o'qisa iskatchi bo'lsin. Bu intihoy qatash. Chunki bu yuqumli kasallik boshqa kasallikka o'xshamaydi. Siz o'zimlik kasalligimga o'zingiz mas'ul yemaysiz. Chunki sizda yuqumlangan bu narsa boshqalar yuqtirish ehtimoli bor. Siz bilan ketmaydi, boshqalarni yuqtirsiz. Shundan bu qarab turib boshqalarni zaligan o'xshash. Manda chiqayotganda Xitoydan farqi yo'q qoldi. Biz Xitoyning yuqumlanganligini ko'ryapmiz. Dunyoning eng cho'ng cho'chitgan narsa mushkil Xitoy xalqining fuqarolarining qilgan ishi. Hech qanday dunyoda bo'lmagan ishni qildi. Yuqum qilganlar tükürüp o'sha liftlarga, odamlar jiq tutgan yerga, ko'ktatlarga marketlar kirib tükürüp qo'yganni, endi qo'lga tükürüp hamma yerga tutib qo'yganni ko'rdik. Asosan dunyo cho'chishgan narsa ma'lum. Bu intihoy xatarlik millatga. Hech qanday bir millat mashina qilmadi. Chunki bu men bilan kessin. Agar bo'lib qolganlarmi cho'qim o'zini diqqat qilib boshqalar kelsa uzoqda deydi. Ammo bular men bo'ldim, siz bo'lsan deb qasdan qilyotdi. Buni Xitoyning xabarlardan ko'rdik. Hatto soqchi kelsa soqchini o'zida kirib qo'yganim ko'rdik Xitoy xalqiga. Endi bu ahvol agar biz mayli o'zimizga boshqalarga karım yo'q, mening salomatligim o'zimning salomatligim bo'lsa, ulardan farqi yo'q. Chunki siz bilan ketmaydi, oilangizga boshqalarga aniqlam yuqtirsiz buni. Shundan so'ng menda o'ylayotgan qarindoshimiz bo'lib qolsa, cho'qim kallamizni silkib ketishimiz kerak. Darhol telefon qilib yoki doktorxonaga berib davolanishimiz. Endi bu to'g'risida bizning dinimizda aniq hadislar bor ekan. Ustoz Abdurahmon Jamolov intayin atrofli tushuntirib to'g'risida diniy nuqtasini ilib qildi. Mujda qilishning xato ekanligini, kasallikqa cho'qim davolanish ekanligini, Payg'ambar Efendimizning bu to'g'risida ta'kidlaganligini, kasallikqa cho'qim davolangan to'g'risida. Endi bular ishonimnikas uni ko'rman deganlik dinimizning ko'rsatgan yo'liga silkagan ish bo'ladi. İnsani nuqtasida aytgan chog'da xato, axloq nuqtasida aytgan xato, bizning diniy prinsip nuqtasida aytganda xato. Shuningdek qarindoshlar dunyo nerede siyosatson mushna avalab qolsa hech qanday chekinmay cho'qim doktorxona berib davolanishni umid qilaman. Agar chekinsa bilinmasa har qaysi davlatlarda bizning tashkilotlarimiz bor. Tashkilotlar xabar qilsa, tashkilotlar cho'qim buni yordam qiladi. Nega berish, nega turish. Shuningdek bu jihatni alaysaga qilishni umid qilaman qarindoshlarimizning. Ko'pdan ko'p rahmat doktor Andim. Shu oxiridagi gapingizga ko'ra mening yana bir kallamni askab qoldi. Hamda hozir yani en xatarlik o'rinlar doktorxona kasalning eng jiq yo'qadigan, chunki hammadan kasal odam boradigan bo'lgandan keyin bu kasalning yo'qish ehtimolliqi bek yo'qadi ana shunda. Hattoki 1 metr nerisida yo'qadi ekan masalan. Endi xatarlik joylar doktorxona qoldi. Bir inson endi ozroq og'rib bo'lguncha yoki besh og'rib zukam bo'lib bo'lguncha men ashunda bo'lib qolgan o'xshayman deb o'zini ansilab yugurib doktorxonaga berishi to'g'ri ishmi? Chunki professorlar bu yerda oldirab doktorxonaga bormaslik kerak. Chunki u yerga agar rasmiy kasal bo'lib qolgan bo'lsa, boshqalarga yuqtirdi. Kasal bo'lmagan bo'lsa, boshqa kasal bor insonlardan yuqtirib olish ehtimolligi yuqori, chunki doktorxona o'zi xatarlik hozir deb bu fikrlar bo'layotdi endi. Bir inson o'ziniki normalsiz ekanligini his qilganda borgan taqdirda qanday bir tadbirlar bilan berish kerak doktorxonaga yoki telefon qilib doktor chaqirish kerakmi senga? Bu shu bir jarayonni biroz yana ichvarsak xalqimizga. Bizni oldimizda qattiq ta'kidlagan ko'rgan bo'lishingiz mumkin. Men bunday doktor Rahbariyat Abduvali, bundan doktor Gulfiya Abdushukur biz birlashib
O'sha oldini olish qo'llanmasini bitta qildik. Ovozliqni taqdik. Buningda tafsilot bor. Agar mushunda alomatlar ko'rilib qolsa, bizim da'vat qilamiz, cho'qim darhol doktorga bering deymiz. Mushunda alomatlar mana bo'lib qolsa, oldi bilan shuni telefon qilib maslahat so'ranglar. Maslahatga asosan borsangiz bo'ladi deylik. Undan keyin olgan ahvol ostidami? Agar ahvol bexatar bo'lib qolsa, jiddiy qutilish telefon qilib qilganlik eng yaxshi. Chunki ular keladi, qo'dinish ahvolida elib ketadi. Ama unchalik bexatar yo'qkan deb qolsa, bag'a vaqtimiz cho'qim tedbirni elib kelishimiz kerak. Masalan, maska taqishimiz kerak. Undan keyin mumkin bo'lsa qo'llarimiz bayligini kiyib, boshqalar yuqmagan ahvollarda berishimiz kerak. Chunki doktor hozir bu kasallik intayin odam ko'p. Balkim bizni bo'lmay qolib qolsa, uyaga berib o'zini yuqtirib qolishimiz mumkin. Agar biz tavib qolsa, uyaga berib boshqa saqqa odamni yuqtirib qo'yishimiz mumkin. Shunlashqa bu nuqtani aniq ayirishimiz kerak. Şun güldüylep kızıp kalsam ben kızıp kaldım deyip doktoruna bağırmayı aldım ben. Onun aldığını ipekip kızımın çürüştürüş ipekip öyle normal kızıp kalsakın çürüşünü usulacak. Eğer kızımın çürüştürüş kalsa demek siz bu virüsün alamet emez. Başka ahvallaşı mümkün. Adem bu virüs olmasını kızıp kalımız normal ahvaldadır. Başka virüsler sebebidir, bakteriya sebebidir. Şunlar için bunu araştırmaslık gerek. Eğer hakikaten bilinmeye kapatsak 180 en yaxşı şunu telefon kıysa məsləhət verirdi. Alametini soraydı, manda deydi. Onun qarta manda qapaqda məsləhət verirdi. Bulduğum doğrusu köptün köp rahmet. Allah razı olsun. Keç olğanda sizni uflatmayı davardı. Razı olsun. Allah razı olsun. İnşallah yani bir qatımlıq söhbəti görüşükçe aman boğaysız. Rahmet sizge. Kaderli görürmelerimiz şuna kılıp bugün geçti ki bu programımız müşahede ahırlaştı. Elbette bugün hazırkı külleri deylemdi. Bütün Türkiye'de insanlar köpünkisi öydü durvatqanlığı üçün hem o'qish hayotimning bütün bolalarning boshlang'ich maktabdan tortib toki universitetgacha bo'lgan barliq o'qituvchilarning hammasi internet orqali yiroqdan o'qitilayotganligi uchun albatta ko'pincha haq internetni uyda ishlatayotganligi sababidan bizniki bu programmamizni biroz qaytib olib degandek qorong'ulik chiqib ba'zi bir ovoz masalasi chatoq chiqqanligini ko'rdim yozgan inkosinglardan kechirim so'raymiz. Albatta biz sözlük nusxasini birdamlikin YouTube'ga atamiz, YouTube'ga yollaymiz inşallah. Ko'rib bayonlar uchun, sabr qilinglar uchun ko'pdan ko'p rahmat aytamiz. Masalalarni, chiqqan masalalarni internetniki masalasida to'g'ri uchun shunlarni umid qilamiz. Alloh hammalarni omon qilsin. İnşallah bu kunlar o'tib ketadi. Hargiz shukurlashmasligimiz, ansirmasligimiz, bakma-bak özümüz qo'rqib ansirab ketmasligimiz kerak. Biz albatta ilgirki programmalarımızda nurg'un qatim deganimizdek Allohning taqdirisiz hech bir ish bo'lmaydi. Biz faqat tadbirlarni elishga mukallaf shunga buyurildi. Qo'limizdagilar barliq tadbirlarni to'g'ri shaklda ijro qilamiz. Qolganini Allohga qo'yib qo'ygan shaklda turmushimizni davomlashtirmoqdan gap. Allah ömür verse yana bir qatimliq programmamizda ko'rishguncha sizlarni Janobi Allohga topshiramiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.